Assalomu alaykum. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, an'anaga aylangan bizani Bookfest 2 xalqaro kitob ko'rgazmamiz onlayn ko'rinishda bugungi kunda bir boshqacha talab bilan o'tib boryapti. Bugun o'z ishini boshlagan ko'rgazmamizda men mamnuniyat bilan navbatdagi tadbirni davom ettirish uchun Akadem nashriyot direktori Sanjar aka Nazarovga so'z navbatini beraman. Bu tadbir bugungi ko'rgazmamizda juda ham bir muhim ahamiyat kasb etadi degan umiddaman, chunki yapon tilidan tarjima qilingan 3dan keyin kech kitob taqdimoti. Bu yapon umuman Yevropa xorij mamlakatlarini O'zbekistonga qaysidir ma'noda olib kirishga juda ham bir katta hissa qo'shadi. Sanjar aka, biz sizni kuzatib boramiz har doim. Tarjima asarlarini juda ham bir boshqacha yondashuv bilan chop etasiz. Mamnuniyat bilan hozir so'z navbatini Sanjar Nazarovga beraman. Marhamat. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum. Hurmatli ko'rgazma ishtirokchilari, mehmonlar. Avvalambor shu ko'rgazma davomiy bo'lib qolayotgani, o'tgan yil birinchisini o'tkazgandik. Xalqaro Toshkent kitob ko'rgazmasini, Bookfestni davomiy bo'lib qolayotganligi va bir an'anaga aylanib, xalqimiz madaniy, ma'rifiy hayotida ijobiy nuqtalardan, holatlardan bittasi sifatida o'z o'rnini topgani juda quvonarli holat deb hisoblaymiz. Albatta bu gal biroz noan'anaviy, hali biz ko'nikib ulgurmagan formatda o'tyapti. Noqulayliklar bo'lishi mumkin. Buning uchun uzr so'raymiz va boshqalar tomonidan bo'lgan to'g'ri tushunishimizni boshqa ishtirokchilar sifatida bildirib o'tamiz. Xullas, biz bugun taqdim qilmoqchi bo'lgan kitobimiz dunyoda juda ko'plab nusxalarda sotiladigan, dunyoning ko'plab tillariga tarjima qilingan Masaru Ibuka nomli avtorning, muallifning 3dan keyin kech kitobidir. Biz bu kitobni 2020-yilda nashr etishni boshladik. Nashrga tayyorlash ishlari 2019-yildan boshlangan edi. Kitob nima uchun biz tomonimizdan qabul qilindi nashrga? Buni ahamiyati, bu kitob ahamiyati haqida ortiqcha gapirish ham hattoki o'zi ortiqcha deb hisoblayman, o'rinsiz deb hisoblayman. Chunki bu kitob bola tarbiyasi haqida, kelajagimizni tarbiyasi haqida, qaysidir ma'noda ta'bir joiz bo'lsa, o'sha kelajakka tiklanayotgan bir ko'prikni eng asosiy materiallardan biri hisoblanadi deb hisoblash mumkin. Tarbiyasida bu shu bola tarbiyasidagi o'ziga xosliklar haqida. Men kitobning mazmunini ochib berishni maqsad qilmadim bu kichkina taqdimotimiz davomida. Kitob qanaqa qilib nashrga tayyorlandi, qanaqa bosqichlardan o'tdi va nima uchun biz aynan shu format, shu shaklni tanladik, shu narsalarga to'xtalib o'tmoqchiman. Zotan professional noshirlar va kitob bilan professional darajada shug'ullanadigan odamlar uchun bu qiziqroq ham bo'lsa kerak deb hisobladik. Xullas, kitob dastlab ingliz tilidan tarjima qilingan holda bizga yetib keldi. Tarjimon Nargiza Nurmuhammad qizi, o'zlari Amerikada tahsil olgan, o'rta ta'limni ham, oliy ta'limni ham Amerikada olgan juda yaxshi mutaxassis. Bu borada tajribasi ham bor. O'zini o'sha bolalarni, 3 yoshgacha bo'lgan bolalarni tarbiyasiga bag'ishlangan, tarbiyasiga qaratilgan maktablari bo'lgan. Va shu jarayonda qiziqish uyg'onib, Ibukani 3dan keyin kech asarini tarjima qilishga ahd qilganlar, tarjima qilganlar o'z-o'zlaricha nashriyot bilan aloqasiz va nashriyot izlab bizga uchrashganlarida birinchi talablarimizni qo'ydik. Biz birinchi talabimiz tarjima asliyatdan bo'lishi kerak edi. Va tayyor tarjimani asliyat bilan taqqoslagan
holda yapon tilidan qayta tarjima qilishni boshladik va bu borada bizga Dilnora Madumarova yordamchi bo'ldilar. Ular bilan hamkorlikda yapon tilidan tarjimani ishladik va parallel ravishda ushbu asarning mualliflik huquqini qo'lga kiritish, mualliflik huquqlari borasida muzokaralarni boshladik. Bu akademik nashr nashriyotidagi ikkinchi prinsip, tarjima adabiyotlarini nashr etganda albatta mualliflik huquqlarini olib, keyin nashr qilamiz. Muallif huquqlariga hurmat ko'rsatiladi juda katta. Aslida bu holat O'zbekistonda juda ommalashmagan bir holat hisoblanadi. Ya'ni ming afsuski bizda mualliflik huquqlari haqidagi qonunda ishlamaydi. Bundan juda ko'p aziyat chekamiz. Nashriyot sifatida o'zimiz ham va boshqa nashriyotlar tomonidan, umuman O'zbekistondagi nashrlar tomonidan mualliflik huquqlari olinmasdan chop etish, jurnalda bo'lsin, kitob shaklida bo'lsin, keng ommalashgan. Aslida biz shu mualliflik huquqlarini himoya qilish bo'yicha Berlin konvensiyasiga a'zo bo'lganmiz. Lekin bu qonunlar hozircha ishlamay turibdi. Bu kelgusidagi va balki birinchi navbatda qilinadigan mana shu kitob noshirchiligi sohasidagi vazifalardan biridir. Xullas biz mualliflik huquqini olish masalasida Yaponiyadagi nashriyotlar va agentliklar bilan muzokara qildik va oxiri Masaru Ibukani o'g'illari huquq egasi bo'lganligi uchun ular bilan muzokaralar qildik va kitobni nashr huquqini qo'lga kiritdik. Bu orada Rossiyadagi nashriyot orqali chiqdik nimaga? Huquq egalariga va rus nashriyoti o'zini mualliflik qildi bizga va o'z bezaklarini tavsiya qildi. Biz buni rad qildik. Juda foydali taklif edi. Agar kimdir ko'rgan bo'lsa, rus varianti "После 3 уже поздно" degan kitob. Juda Artyom Lebedev tomonidan, uni kompaniyasi tomonidan bezak berilgan, juda chiroyli va ma'nosini ochib beradigan tarzda bezak berilgan, lekin biz uni qabul qilmadik. Yagona sababi bizda bitta prinsip bor edi, tarbiya milliy ruhni o'zida aks ettirish kerak, ushlab turish kerak degan. Va biz o'zimiz dasturimizga buyurtma berib, o'sha kitobning bezaklarini o'zimiz milliy ruhimizga mos tarzda ishlatdik, qaytadan ishlatdik. Kitob rangli bezaklar bilan butunlay rangli holatda chop etilgan. Sifati O'zbekistonda mumkin bo'lgan eng yaxshi sifatlardan biri deb o'ylayman va lotin alifbosida chop etdik, chunki bizni fikrimizcha bu kitob asosiy o'quvchisi 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar bo'lishi va ko'proq lotin tilida o'qilishi kerak edi, lekin shu yerda ozroq noto'g'ri taxmin qilgan ekanmiz. Kitob 2 marta qayta nashr etildi va 2 marta qayta nashr etilishi davomida biz muttasil o'quvchilardan, kitobxonlardan xabar olib turdik. Kitobni kiril alifbosida ham nashr qilish masalasida va nihoyat hozir kitobning 3-nashrida, 3 va 4-nashrlari parallel ravishda amalga oshmoqda. Ham kiril, ham lotin alifbolarida nashr etyapmiz. Hozir 2-nashr sotilib to'liq tamom bo'ldi. 5000 dona chiqqan edi 2-nashr. 2020-yil mart oyida chiqqan, mart-aprel oylarida chiqqan va hozirga kelib 5000 dona tamom bo'ldi. Yana qayta 3000 dona kiril alifbosida, 3000 dona lotin alifbosida nashr qilyapmiz. Shu yaqin kunlarda o'quvchini qo'liga yetib boradi, xudo xohlasa. Kitobning ikkinchi qismi ham mavjud. Kitobning ikkinchi qismini ham nashrga tayyorlayapmiz. Mualliflik huquqlari olindi. Xuddi o'sha yuqorida aytilgan bosqichlardan o'tildi to'liq. Ya'ni yapon tilidan tarjima, solishtirma, tahrir va mualliflik huquqlari hammasi olindi. Yaqinda xudo xohlasa o'quvchining qo'lida bo'ladi.
mening shaxsiy kuzatuvlarim bo'yicha bu kitob O'zbekistonda 2020-yilda eng ko'p sotilgan kitoblardan biri bo'ldi. Har holda 8000 ta adad sotildi va yana hali yil oxirigacha 1000 ta ulgurji xaridorlardan buyurtmalarimiz bor. Sotilib ulgursa deyarli 10 ta sotilgan bo'ladi. Bu O'zbekiston uchun yaxshi natija hisoblanadi va o'z noshirlik faoliyatim davomida taxminan 20-25 yillik tajribaga egaman noshirlikda. Bu eng yaxshi sotilgan kitoblardan biri hisoblanadi. Ayniqsa shu yo'nalishdagi tarjima adabiyotlar va rivojlantiruvchi o'sha ma'rifiy adabiyotlar uchun juda yaxshi adabiyot hisoblanadi. Shu o'rinda bu kitobni ustida ishlash jarayonida biz o'zimiz to'qnash degan bitta holat haqida gapirib o'tmoqchi edim. Kitobning rus va ingliz tilidagi variantlari juda katta o'zgarishlarga uchragan. Ma'lum bir boblar olib tashlangan va ma'lum bir boblar qo'shilgan bo'lib chiqdi. Shuning uchun noshir hamkasblarimizdan iltimos qilib qolardim. Iloji boricha kitoblarni asliyatdan tarjima qilish kerak yoki hech bo'lmaganda asliyat bilan shu mutaxassisga berib solishtirma tahrirni amalga oshirish kerak bo'ladi. Chunki ayniqsa rus tili orqali tarjima qilinganda rus tarjimalarida ko'p ko'ramiz. O'sha ma'lum bir g'oya ta'siri ostida kitoblar keskin o'zgartirib tashlanadi. Ya'ni latifada aytilgandek sho'rvasi qo'limizga kelmasligi uchun iloji boricha asliyatdan tarjimaga urg'u berish kerak bo'ladi va mualliflik huquqlari bilan bog'liq holat juda shu kitob masalasida ham og'zimiz qattiq kuydi. Intellektual mulk agentligiga murojaat tayyorladik va ijobiy yechim kutyapmiz. Bu kitob Telegram kanallariga o'sha skaner orqali PDF variant qilib tarqalib ketdi va shu keng tarqalganda, hamma guruhlarga keng tarqalib bo'lganda kitob savdosi deyarli to'xtab qoldi. Juda deyarli hamma o'sha tekin kitob tarqatilgan, qaroqchi variantlarni tarqatiladigan Telegram kanallarida bu kitobning PDF varianti mavjud. Nafaqat bu kitobning O'zbekistonda juda katta mehnat va mablag' sarf qilib nashr etilayotgan juda ko'p kitoblarning qaroqchi nusxalari bemalol cheklanmagan miqdorda tarqatiladi. Bu juda xunuk holat. Bu holatni ham tezroq bartaraf qilish kerak bo'ladi. Bu noshirlik rivoji uchun juda muhim jihatlardan biri. E'tibor uchun hammaga katta rahmat. Kitobimizni qisqacha taqdimoti shundan iborat edi. Hozir vaqtimiz keyingi tadbirlarga vaqt qoldirish uchun qisqacha qilishga harakat qildik. Hammaga katta rahmat. E'tibor uchun tadbir tashkilotchilariga alohida rahmat. Tadbirlarimiz yuqori saviyada o'tadi va keyingi yana ham muvaffaqiyatli o'tish uchun tamal toshi qo'yiladi. Bu yil mana shu garchi noan'anaviy formatda o'tayotgan bo'lsa degan umidimiz bor. Omad tilaymiz, salomat bo'linglar. Rahmat kattagon.